Terus baca-baca salon do'stlar, sizlardan kelaman. Nimaga ulararo kuzlarda desek. Hoy, yetel nimaga? Voy urma meni ya. Yaxshi. Yetellar. O'zi nimaga? Nima qilibsizlar? Yo'q, o'zi kechib qolibdi-ku. Ha, kechib qoldi. O'yinga kirib tez uxla. Uxlamanga shunaqa. Voy, uxloli. Uxloliyam. Talaba Mubdiyni bitta polizlarda poliz akalarimiz bor. Keyin talabda nonushta qilib olishimiz kerak. Qaranglar. Tarvuz yeymiz, olmaymiz. Chunki og'zimiz sasimasligi uchun. Sizlarga maslahatim shunday. Qonimizni talabga choyda ham ichib oldik. Endi ketdik. Polizga qarash kerak. To'g'rimi, yetellar? To'g'ri. Mamanga asab qolyapsan, yo'qol. O'zing yo'qol, o'zi oyligimni kam qilishdi. Ha, battar bo'l, yetel. Bunda ko'rdinglarmi, yetellar qo'shilgan uchun hamma hamma meram ularni kam qilib tashlayapti. Oyliklarini ko'rsatadi. Chunki ular yaxshi uxlamaydi. Chunki o'zingni ham bilasizlar. Senga nima yo'qol, Grin? Hammamiz oyligimizni kam qilib tashlashdi. Mer, bitta senigina ko'tardi. Ha, to'g'ri. Shuning uchun halol mehnat qilish kerak. To'g'ri, buni hamma obunachilarim ham bilishadi. Ana. Polizlarga ham qilolmaymiz. Hamma ish menga topshirilgan uchun undan asta-asta magazin o'ntish arafasidaman bo'ldi. Keyingi videoga magazin quramiz birgalikda. Shuning uchun hozirdan like va podpiska bosishni unutmasin. Ha, obunachilar, like va podpiska bosib qo'yinglar. To'g'ri, yetellarda shu gap to'g'rida. Hech qanday gap to'g'ri emas. Yo'qoling, Grin, men ishlarimni endi bugundan boshlab yo'q halol qilaman. Maladiz yetellar. O'zi asta-asta aqllaring kirishni boshlabdi-kan. Yo'q, men fermerman. Fermerda meni aqlim kirdi. Qo'yonlarga farqi yo'q. Bularga ular insofsiz, Grin. Ha, to'g'ri. Endi polizlarimni tez qilib tashlay, sizlar bilan gaplashmasdan ko'ra. Bular polizlardan ham chiqamiz. Bular o'zingizlar nimalar bo'lmasa, tinchmisizlar. Xullas, mana videolarni ham asta-sekin olamiz. Videolarni ham asta-sekin boshladik, olishdi. Endi aktivlarga kirishlar. Nima gap, yetel? Voy, nima buncha tez ishlaydigan bo'lgansan, Grin? Shunday tez ishlaydigan bo'lib qo'yanman. Endi ag'latda ham qilishim kerak. Ish qilib olib charchamaysan-ey. Mehnatda boylik nimadir deyishadi. Shunday tushunaylarmi? Yetellar bir-biridan sassiq yetellar. Bir-biridan sassiq yetellar. Yo'qoling, o'zing sassiqsan-ey, kichikroq. Salla kichikroq, hamma narsa shunday ekan. Shuning uchun oyliklarini ham kamaytirishdi. Xullas, bo'lar yetel. Hamma qishloq yetellar shundaymi? Hamma qishloq yetellar shundaymi? Ma'lum emas. Hammasi bir-biridan sassiq. Shunaqaylar.
yoqmaydi. Mana bularni ham tekshirib tashlaman. Ya. Oy. Mana hammaydi. Tak. Vallahi inne. Mağazaya bakıyorum ben. Bakıyorum. Bundan sonra kaçıyor akırıp analarımı işleyenler kadarımızı koyuyor akır. Bir, iki, üç. Ana. Tamam. Gittik yine kitapta silaya uylarını tanıştırıp çıkıyorum. Uylarını tanıştırıp çıkarım. Devam. Yine bunu bilasizlar. Mashhur o'zimni uyim. O'z kompotda uyim. Просто yine o'zimni uyim. Hamma youtuberlar selimlarni olak. Baqa mana. Baqa. Narsalar. Narsalar. Pichka yerlar. Ya vata sunduk. Kattakon sundukda. Bilana. Analarım bilana. Sunduk inne. İnne haqida. Baq mana. Baqa ko'proq mer qiladi. Hech kim kelmaydi. Tomoshabli bolalar yomg'ir yoqqanga KFC chani qololi teaser chani qo'ysa bo'ldi. Mana tipasini salgan yopib qo'yib televizor chani qo'yib mana qilib kayf qilib mana o'zi qilibdi. O'tsak bozroq cholar, KFC cholar, mana yomg'ir cholar ovoz eshitilmaz-a, bo'ldi. To'g'ri emas-da. Nasib bo'lsa bizga ham shunday bo'ladi. To'g'rimi? Harakat qilaveraylikchi. Mana hozir mashhur YouTuber seriallar. Endi bular hammalaring bilgandek hamma merda o'yi. Men hech qachon o'yga bo'lmaydi. Chunki men faqat ishi bo'ladi. Merda ikkinchi laqabini aytayim bo'llar. Hali o'zi eshitib qolmasin. Ya o'zi eshitsin. Mer yo'q-ku. Rais buva. Green bizim nerede ikinci rakamı reis bu koyuyor bize. Yaxshida. Hali bir-biridan besuna haydalaydi. Pozlarni ham hech aniq qo'ymaydi. Shuni yomon. Ularni tozalab qo'ymaydi. Harakat qilmaydi va harakat qilish yo'q. Harakatda katta bo'lmang. Sandan harakat Allohdan barakat ya. Jetellar. Jetellar green degani to'g'ri. Endi biz ham bugundan boshlab harakat qilishimiz kerak. Harakat qilinglar. Hammamiz bir-birimizga o'xshab, bir-birimizga pandisha qilib, zo'r qishloqlar bo'lib Bidrovoyga dunyoga birinchi o'rindagi qishloq bo'lishimiz kerak. To'g'rimi jetellar? To'g'ri. Jetellar demasa saqli ko'rish boshlayapti. Bag'lar danishirdan bo'laymi? Bag'ri anavi suv harachi. Yo! Yo, opamni. Yo, buni o'ldirib chiqish kerakmi deymanda. To'xtaylarchi, o'zi o'ldirishar. Ya, kerakmi? Keyinroq o'ldiraveraman. Keyin har doim kerak ana bilasizlar. Anavi tak polis keyin baq anavi loy baqqan bu bag'da hali qishloqda polni sifat qishloqda hamma bu dasida hamma narsa bizga turadi. Shuning uchun-da qishlog'imiz zo'r, kichkinagina emas u, normalniy shinamgina. To'g'rimi, jetellar? To'g'ri deylar, to'g'ri deylar. To'g'ri, green. Baqa olib ish qo'yish kerak.
ish qilamiz. Nega boryapsiz? Hayronlar videoman bitta yangiliklar bor. Nega tijimni boy narsaga yetadi? Shuning uchun biron nima yegim kelyapti-da. Sabzi yeyman. Bitta sabzini qiyoramanda. Ittalab kechqurun ovqat yeyman. Ittachigina uxlab, ittaga maktabga borishim kerak. Chunki maktabga borib, maktabdan keyin aylanish va ko'proq ishlar bor. Shuning uchun hozir davolatikon qilib qolishdi. Shom bo'lib ketganmi? Qo'lli. Bo'lla. Uzr telefon qilib qolishdi. Hozir mana o'zi kecham o'tdi. Ular hech ovqat yemagan. Shuni chiqaraman deb talab minchina qo'ychaman. Bitta jonim bo'ladi shom. Mana endi uxlay qolay. Ertaga eslayotgan ishlarim ko'p. Hamlaringga xayr. Yaxshi dam olinglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha like va podpiska bosishdan chiqmasin. Like bosishga boshqalar, WhatsApp bo'lsalar, hammaga like bosishga. Jangana. Hamma xayr bo'pti bo'ldi.